Tovuqlar kurk bo'lishi uchun albatta tuxum qilishi shart. Ko'p tuxum qilgan tovuq tezroq kurk bo'ladi. Tovuqlarni tug'ayotgan joyida har doim 2 yo 3 tuxum tursin. Ularga belgi qo'yib qo'ying. Mana qozonni qorasidan suykab qo'ying. Tinimsiz tursin. Tovuq joyida tuxum bo'lmasa, u yerga tuxum qo'ymaydi. Tovuqlarga ko'proq ko'kat bering. Petrushka, bedalardan, masqat, qizil tariq, eski jigarlardan qaynatib bering. Xonasini harorati iliq bo'lsin, sovuq bo'lmasin. Har doim yorug' xona bo'lsin va qum baniyasi qilishga sharoit bo'lsin. Tuxumini ko'pligi va onalik instinktini oshiradi. Shu yerga yotib, ertaroq kurk bo'lib bola ochadi. Obuna bo'ling.